Assalomu alaykum aziz o'qituvchilar va talabalar. Bugun siz bilan boshlang'ich sinflarda matematikani o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv nima ekanligini muhokama qilamiz. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarga shunchaki bilim berish emas, balki ularni amaliyotda qo'llash, muammolarni hal qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu yondashuv o'quvchilarda o'rganilgan bilimlarni kundalik hayotda qo'llash imkoniyatini beradi va fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Keling, 3 sinf matematika darsligidan bir misol orqali buni tushuntirib beraman. Mana bu darslikni ochamiz. Masalan, ikki xonali sonlarni qo'shish mavzusini olaylik. Darslikda 25 qo'shuv 32 teng necha degan misol berilgan. Buni yechish uchun avval o'nliklarni, keyin birliklarni qo'shamiz. 20 qo'shuv 30 teng 50, 5 qo'shuv 2 teng 7. Natijalarni qo'shsak 50 qo'shuv 7 teng 57. Ko'rib turganingizdek, bu misol o'quvchilarga sonlarni qanday qilib bosqichma-bosqich qo'shishni o'rgatadi va ularning matematik bilimlarini mustahkamlaydi. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni amaliy masalalarni yechishga yo'naltiradi. Bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim poydevor bo'ladi.